Najot bergin ya Rabbel Alemin. Allah'ım Kur'an-ı Kerim'de hidayet kılıp düşürdük. Bu işitken cemaatimizge, okuyan cemaatimizge Kur'an-ı Kerim'de hidayet kılgin ya. Kabul eylegin ya Rabbel Alemin. Okuyan qarilerden hem, bu işitken cemaatimizden hem, işitolmagan cemaatlerimizden hem, ahli ayol kız kilirlerimizden hem, Allah'ım ushbu hatmi Kur'an'ı o'zing kabul eylegin ya Rabbel Alemin. Allah'ım sen mihriban rahimli izzatsan, ushbu hatmi Kur'an'dan hosil bo'lgan savoblarini eng avvalo ya Rabbel Alemin, eng avvalo Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellemge baxshida qildik. Ushbu qorakalardan, bu jamoatning nomidan Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellemge hatmi Kur'an'ımızı savobini baxshida qildi ya Rabbel Alemin. Allah'ım bizler tomoniimizdan Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellemni qabrlarini muazzar eylegin ya Rabbel Alemin. Ushbu Allah'ım hasanat savoblarimizni, ushbu hatmi Kur'an'dan hosil bo'lgan ajr mukofotlaridan Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellemge baxshida qildik. Ya Rob, u kishining darajalarini yana ham ko'targin, martabalarini yana ham ulug' qilgin. Biz u zotni ko'rmasdan iymon keltirdik. Allohim biz u zotni ko'rmasdan ergashdik. U zotni ko'rmasdan sunnatlarga amal qilishlikka harakat qilyapmiz. Allohim bizlarni muhabbatlarimizni haqiqiy qilgin. Qiyomatda barchamizga Peygamberimizning shafoatlarini, Qur'oni Kerimning shafoatini, ro'zani shafoatini Allohim o'zing nasib aylagin ya Rabbal Alamin. Allohim ushbu o'qilgan Qur'oni Kerimlarni, hatmi Qur'onlarni dargohingda qabul aylagin. Allohim bu o'qib bergan qorakalardan, eshitgan bu jamoatlarimizdan qabul etgin. Allohim jamiki o'tganlarimizga, xosatan Allohim bu jamoatdan o'tib ketganlar bor. Kimlarnidir otasi, kimlarnidir onasi, kimlarnidir farzandlari, kimlarnidir yaqinlari, mana shu masjidni solib ketgan buvalarimiz bor. Mana shu masjidni qurib ketgan buvalarimiz bor. Mana shu mahallalardan, ushbu qishloqlardan qabr ostida yotgan barcha marhum marhumalarni ruh poklariga baxshida qildik. Allohim bu hatmi Qur'on savobi bilan ularni qabrlarini munavvar aylagin, qabrlarini nurga to'lg'izgin, qabrlarini jannat bog'laridan bir bog'cha qilgin, gunohlarini o'zing afv mag'firat aylagin, darajatlarini Allohim o'zing ko'targin ya Rabbal Alamin. Allohim ushbu hatmi Qur'onni o'qib bergan qorakalarni ham avvalo hatmi Qur'onlarni qabul qilgin. Xato, kamchilik, sayyoatlarni Allohim o'zing kechirgin. O'zingni kalomingni o'qishlikda, yodlashlikda, namozda qiroat qilishlikda biron bir xato, kamchilik qilishgan bo'lsa, Allohim rahmatingdan umidvormiz. Qo'limizdan kelgancha, qodir bo'lgancha o'tishdi ya Rabbal Alamin. Allohim xato, kamchiliklarni o'zing kechirgan holatlarga o'zingda qabul aylagin. Ushbu qorakalar tomonidan o'tganlar, otalari tomonidan o'tganlar, onalari tomonidan o'tganlar ruh poklariga baxshida qildik. Allohim qabrlarini munavvar, oxiratlarini obod, joylarini jannatda qilgin ya Rabbal Alamin. Allohim bu qorakalarni, Allohim bu Abrorjon qori ustozlari bor, ustozlari tomonidan o'tganlar bor. Allohim ularni ruh poklariga baxshida qildik. Qabrlarini munavvar, oxiratlarini obod, joylarini jannatda qilgin ya Rabbal Alamin. Allohim bu qorakalarni, ota-onalarini, umrlarini uzoq qilgin, rizqlarini baland qilgin, farzandlarini qori qurro qilgin, Qur'onni to'g'ri yodlaydigan, Qur'onni qalbiga joylaydigan, Qur'onga amal qiladigan, seni huzuringga Qur'onni yod olgan holatda boradigan qorilardan qilgin ya Rabbal Alamin. Tillarini yengil qilgin, zihnlarini o'tkir qilgin, xotiralarini kuchli qilgin, talaffuzlarini chiroyli qilgin, tajvidlarini go'zal qilgin, o'qiganlarga amal qiladigan qorilardan qilgin ya Rabbal Alamin. Allohim bu qorilarning ota-onasiga qiyomat kuni Qur'on tojini, viqor tojini Allohim o'zing nasib ro'za aylagin ya Rabbal Alamin. Allohim bu jamoatimizda ham ichlarida bemorlar bor. Allohim ballisalarda yotgan bemorlari bor, uylarda yotgan kasallar bor. Allohim Qur'oni Karim shifosi bilan jamiki bemorlarning dardiga ushbu jamoatimizdan duo qilib turgan, hatmi Qur'on o'qigan bu jamoatimizni Allohim dardlariga Qur'oni Karimni shifo qilgin ya Rabbal Alamin. Allohim qarzdorlar bor. Allohim ushbu Qur'oni Karim barakoti bilan, Qur'oni Karim fazli bilan, ulug'ligi bilan
Cemiki bu cemaatimizga, içlerimizden qarzı borlarga, muhtojligi borlarga, hojatlari borlarga Allohim bu Qur'oni Karim baraka qilgin, muhtojliklarini ato qilgin, hojatlarini yengil qilgin. Qarzlariga Allohim o'zi g'aybi karamin bilan Allohim o'zing muhtojliklarini ato qilgin, najot bergin ya Robbil alamin. Allohim Qur'oni Karimni hidoyat qilib tushirding. Bu eshitgan jamoatimizga, o'qigan jamoatimizga Qur'oni Karimni hidoyat qilgin ya Robbil alamin. Xatmi Qur'on tugamadi, endi boshlandi. Endi amal qilishligimiz kerak. O'qiganlarimizga, eshitganlarimizga Allohim amal qiluvchilardan qilgin ya Robbil alamin. Allohim bu ulug' muborak jamoatimizni qilgan jamiki solih amallarini, o'qigan xatmi Qur'onlarini, eshitgan xatmi Qur'onlarini o'zlarini foydalariga hujjat qilgin ya Robbil alamin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Qur'on insonning foydasiga yoki zarariga hujjat bo'ladi dedilar. Allohim aslo va aslo biz o'qigan Qur'onni, eshitgan Qur'onlarimizni zararimizga hujjat qilmagin, foydamizga hujjat qilgin ya Robbil alamin. Allohim ojizona qiynalib o'qidik, yodladik, eshitdik. Allohim qiyomat kuni har bitta harfiga halovat bergin, har bitta kalimasiga karomat bergin, har bitta oyatiga jannatdan oliy darajalar bergin. Har bitta sahifasiga Allohim jannatdan sururlar bergin. Har bitta surasiga jannatdan sururlar bergin. Har bir juziga Allohim jannatdan oliy darajalar bergin ya Robbil alamin. Allohim bellarimiz og'risa ham, oyoqlarimiz tolsa ham, uyqumiz kelsa ham, Allohim qiynalsak ham, charchasak ham, kunduzi ishlab, ro'zador bo'lib, seni kalomingni umid bilan ishlamizda shu masjidga jamlandik, shu qorilarga iqtido qildik. Allohim bizlarni noumid qilmagin ya Robbil alamin. Bizlarni noumid qilmagin ya Robbil alamin. Bu jamoatimizni xatmi Qur'onlarini qabul qilgin ya Robbil alamin. Allohim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ushbu muborak hadislarga umid qilgan holatda senga duo qilamiz. Qur'on qiyomat kuni o'z egasini shafaat qiladi dedilar. Ro'za qiyomat kuni o'z egasini shafaat qiladi dedilar. Allohim bizlar seni rahmatingdan, fazlingdan so'raymiz va Qur'oni Karimning shafaatini so'raymiz. Bu o'qigan qorilarimizga, eshitgan bu jamoatimizga qiyomat kuni oldilarimizda do'zax bo'lib turganda, hamma tomon quruq qorong'ulik, zulumot bo'lib turganda, odamlar sirot ko'prigidan o'tolmay do'zaxga qulagan vaqtda hisob shiddatli bo'lib, nomaga amallar o'ngdanmi, chapdanmi berilarkanmi deb turganimizda, Allohim bizlarga Qur'on shafaatini nasib aylagin. Bu qorilar o'qigan edi, xatmi Qur'onga o'tgan edi, bu jamoat eshitgan edi. Allohim men guvohman deb Qur'oni Karim kelib, bizni qo'llarimizdan tutib, seni rahmatingga, seni jannatingga olib kelishligini Allohim o'zing nasib o'zi aylagin ya Robbil alamin. Allohim bizlarni barchalarimizga bu Qur'onning shafaatini, ro'zani shafaatini, eng oliy payg'ambar, buyuk payg'ambar, payg'ambarlar imomi, payg'ambarlar sayyidi, bashariyatning eng ulug'i, avvalgilarning va oxirgilarning eng afzali payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamni shafaatlarini nasib o'zi aylagin ya Robbil alamin. Allohim bu jamoatimiz umid bilan seni baytingga, umid bilan seni kalomingni eshitishlik uchun jamlanishdi. Allohim bu jamoatimizni jannatda ham mana shunday jamlagin ya Robbil alamin. Jannatul Firdavsda bizlarni jamlagin ya Robbil alamin. Allohim qiyomat kuni seni jamolingni ko'rishlikni barchamizga nasib etgin ya Robbil alamin. Qur'oningni o'qidik, ko'zlarimiz bilan ko'rdik, kalomingni eshitdik, xatmi Qur'onlarda, namozlarda, Ramazonda o'qishlikka, eshitishlikka harakat qildik. Allohim qiyomat kuni seni jamolingni ko'rishni ham nasib aylagin ya Robbil alamin. Bu jamoatimizga Allohim qiyomat kuni jannatul Firdavsdan joy bergin ya Robbil alamin. Qur'oni Karimni Allohim o'qishdi, eshitishdi, Qur'oni Karimni barakotlaridan bu dunyoda ham bergin, oxiratda ham bergin ya Robbil alamin. Allohim bu jamoatimizni ixloslarini yana ham ziyoda qilgin. Bu ixloslarni barakoti bilan, xatmi Qur'onlarda turganliklarini barakoti bilan o'zingni kalomingni qiynalib bo'lsa ham, chidab bo'lsa ham, 2 bora, 3 bora eshitib chidab turishdi. Bu ixloslarni barakoti bilan farzandlaridan, zurriyotlaridan, o'g'il qizlaridan qorilar chiqazgin ya Robbil alamin. Allohim bu masjidga shunday bir qorilar berginki, xatmi Qur'on o'tib beradigan qorilar bergin bu qishloqqa ya Robbil alamin. Allohim keyingi yillardan boshqa qishloqlardan, boshqa mahallalardan emas, balki o'zlarining farzandlaridan, o'zlarining zurriyotlaridan
mana shu qavmlardan Qur'oni Karimni to'liq xatmi o'tib beradigan farzandlar, zurriyotlar bergin bu jamoatimizga ya Robbil alamin. Allohim, yaxshi insonlar bor, katta insonlar bor, kichik insonlar bor, o'qimishli insonlar bor, usta insonlar bor, dehqon insonlar bor. Her sohadan insonlar bor, tijoratchilar bor, ibodatchilar bor, lekin olimlar, qorilar yo'q ekan Allohim. Sendan umid bilan so'raymiz. Bu jamoatimizga Allohim o'zingdan qo'rqadigan, kalomingga amal qiladigan qorilar bergin ya Robbil alamin. O'zlaridan, farzand zurriyotlaridan Allohim to qiyomatgacha qorilar chiqishligini Allohim o'zing nasib o'zi aylagin ya Robbil alamin. Allohim bu jamoatimizni qilgan ibodatlarni qabul qilgin. Allohim ulug' oylarda, barakotli, fazilatli tunlarda, oylarni sultoni Ramazon oyida, kechalarini yarim kechasida xufton namozidan keyin, tarovihdan keyin, xatmi Qur'on tugagandan keyin duo qilyapmiz. Seni ismi azaming bilan so'raymiz ya Robbil alamin. Allohim bizlarning gunohlarimizni kechirgin ya Robbil alamin. Allohim avvali va oxir gunohlarimizni, bilib bilmasdan qilgan gunohlarimizni, kunduzi va tunda qilgan gunohlarimizni, 11 oy qilgan gunohlarimizni, shu kungacha, shu oygacha, shu soatgacha qilgan gunohlarimizni Qur'on fazli bilan, Ramazon kechalarining barakoti bilan, Ramazon oyini Allohim darajotlari bilan biz gunohkorlar gunohlarimizni kechir. Ota-onamiz bor. Bizni katta qilishdi, yemasdan yedirishdi, kiymasdan kiydirishdi. Balki namoz o'qiy olmay o'tib ketishgandir. Balki xatmi Qur'on o'qiy olmay eshitolmay o'tib ketishgandir. Allohim bizlarni dunyoga keltirgan, bizlarni katta qilgan, chiroyli ism qo'ygan, halol taomlar bergan, bizlarga chiroyli kiyimlar bergan, bizlarga uy-joy qoldirib ketgan, bizlarni hozir ham duo qilayotgan, bo'lam deyotgan otalarimiz bor, onalarimiz bor. Allohim ota-onamizning gunohlarini kechir. Robbirli va li validayya. Allohim ota-onamizning gunohlarini kechirgin ya Robbil alamin. Allohim ota-onalarimiz o'tib ketishgan bo'lsa rahmatingga ol. Qabrlarini nurga to'lg'iz. Qabrlarini jannat bog'laridan bir bog'cha qilgin. To ro'zi qiyomatgacha jannatda Qur'on nuriga burkangan holatda, Qur'on barakosiga barakotlangan holatda yotishlarini nasib aylagin. Agar ota-onalarimiz tirik bo'lsa, umrlarini yana ham uzoq qilgin. Dardlariga Allohim shifo bergin. Ibodatda qilgin, hidoyatda qilgin. To'shakka mixlanib qolishmasin, og'ir kasallar bo'lib mubtalo bo'lib yotib qolishmasin. Allohim ota-onalarimiz umrini uzoq qilgin, dardlariga shifo bergin. Ko'p yillarda bizlarga duo qilib, bosh-qosh bo'lib yurishlarini Allohim o'zing nasib o'zi aylagin ya Robbil alamin. Allohim ota-onalarimiz gunohlari ko'p. Allohim seni rahmating undan ham ko'p. Allohim ota-onalarimiz gunohlarini kechirgin. Bu ulug' oylarda, fazilatli kechalarda, xatmi Qur'onlardan keyin so'raymiz. Robbirhamhuma kama robbayani saghira. Allohim bizlarni ota-onalarimizni o'zing rahim qilgin. Allohim o'zing mag'firat qilgin ya Robbil alamin. Allohim aka-ukalarimiz bor, opa-singillarimiz bor, juftlarimiz bor, farzandlarimiz bor, yaqinlarimiz bor, qo'ni-qo'shnimiz bor, oshna-og'aynimiz bor. Allohim barcha musulmonlarni, butun dunyodagi musulmonlarni, ushbu qishloqdagi barcha musulmonlarni, uylarda ahli ayollarimiz bor, qiz kelinlarimiz bor, saharlikka shirin taomlar, iftorlikka go'zal ovqatlar, kiyimlarimizni namozga yaraydigan qilib yuvib berishayotgan ahli ayollarimiz bor. Allohim ularni ham gunohlarini kechirgin. Ushbu Ramazon oylarida Allohim ularni ham fazlingga, rahmatingga olgin, ibodatlarini qabul qilgin, umrlarini uzoq qilgin ya Robbil alamin. Bizlarga chiroyli qarayotgan farzandlarimiz bor, bizlar bilan chiroyli muomala qilayotgan qo'ni-qo'shnilarimiz bor. Allohim ularni ham gunohlarini o'zing kechirgin, rahmatingga, fazlingga olgin ya Robbil alamin. Allohim ushbu xatmi Qur'on fazli bilan, Allohim ushbu xatmi Qur'on barakosi bilan duolarimizni o'zing qabul aylagin Allohim. Allohim duolarimizni qabul ayla. Umidimiz sensan, najotimiz sensan. Sengagina suyanamiz, sengagina iymon keltirganmiz, sengagina tavakkul qilamiz, sendangina so'raymiz, sendangina umid qilamiz. Allohim bizlarning gunohlarimizni o'zing kechirgin ya Robbil alamin. Allohim mana shu qishloqdan o'tib ketganlar bor. Bu masjidlar qurib buvalarimiz o'tib ketishdi. Bu kunlar o'zlari ko'rishmadi. Bu ishlarni Allohim o'zlari ko'rishmadi. Alloh shu masjid qurilishidan to oxirgacha shu kungacha kim xizmat qilib o'tib ketgan bo'lsa,
Ushbu hatmi Qur'onni savobini maqsad qildik. Qabrlarni nurga to'lg'izgin, oxiratlarni obod qilgin, joylarini jannatda qilgin. Allohim agar tirik bo'lsa, shu masjidga xizmat qilayotganlar bor, azon chaqirib namoz o'qiyotganlar bor, katta bo'larmikin, yangi sonlarmikin deb yugurayotganlar bor. Allohim barcha bu qishloq ahlini, bu masjid ahlini, bu masjidga xizmat qilayotganlar Allohim gunohlarni o'zing kechirgin ya Robbal alamin. Allohim bu qishloqda qancha bemorlar bor, dardlarga shifo bergin. Qancha hojati borlar bor, hojatlarni, mushkullarni ato qilgin, oson qilgin ya Robbal alamin. Safarda yurganlarimiz bor, kimidir ota-onasi, kimidir farzandlari, kimidir yaqinlari safarda yurishibdi, ibodatlarga qatnasha olmadi, tarovih hatmi Qur'onlarda bo'lisha olmadi. Allohim ularni ham bu savoblardan benasiba qilmagin. Ularni ham Allohim hatmi Qur'on savoblaridan nasibador qilgin ya Robbal alamin. Safarlarni xayrli qilgin, barakotli qilgin. Safarlarda ham ro'zalar tutib, namozlar o'qib, ibodatda bo'lishlarini, uyga eson-omon, sog'-salomat, xursand qaytib kelishlarini Allohim o'zing nasibini o'zi aylagin ya Robbal alamin. Allohim barchalarimizga mukammal iymon bergin, haqiqiy iymon bergin, gunohdan qaytaradigan, haromdan qaytaradigan, ma'siyatdan to'sadigan, Allohim jannatga olib kiradigan, do'zax azobidan qutqaradigan, do'zax azobidan bizlarni saqlaydigan, qabr azobidan bizlarni saqlaydigan, yomon o'limdan bizlarni saqlaydigan, og'ir kasallardan bizlarni saqlaydigan, shaytonning sharridan, nafsi yomonligidan saqlaydigan haqiqiy go'zal iymon bergin ya Robbal alamin. Alhamdulillah iymon bilan tug'ildik, iymon bilan yashayapmiz. Allohim iymon bilan jon berish nasib aylagin. Allohim go'zal suratda, tahorat holatida, namozga egilgan holatda Allohim jon berishi barchamizga nasib aylagin ya Robbal alamin. Payg'ambarimizga muhabbatli qilgin, sunnatlarga amal qiladigan, bid'atlardan saqlanadigan ummat qilgin. Allohim bizlarni benamoz qilib qo'ymagin. Allohim bizlar namozxonlardan qilgin. Ota-onamizni ham, ahli ayollarimizni ham, farzand zurriyotlarimizni ham, o'g'il qizlarimizni ham, qo'ni qo'shnilarimizni ham, oshna-og'aynimizni ham, mana shu jamoatimiz barchasini, shu jamoatimizga qaraydigan barcha yaqinlarimizni, shu ahli qishloqni Allohim namozxonlardan qilgin. Allohim umid bilan Ramazon oylarida ibodat qilyapmiz. Ramazondan keyin ham ibodat qilish nasib aylagin. Ramazondan keyin ham ushbu masjidga chiqib turish nasib aylagin. Ramazondan keyin ham 5 vaqt namozni qoldirmasdan yashash nasib aylagin. Tirikchiligimizni Allohim o'zing barakotli qilgin. Rizqimizni barakotli qilgin. Osmonda bo'lsa yerga tushirib bergin. Yerda bo'lsa Allohim yaqin qilib bergin. Uzoqda bo'lsa yaqin qilgin. Oz bo'lsa ko'paytirgin. Ko'p narsani barakotli qilgin. O'zingni yo'lingga, o'zingni diningga ishlatadigan barakotli mol dunyo bergin. Allohim ushbu jamoatimizni tirikchiliklariga, kasb-korlariga barakotlar bergin. Ilmlariga barakotlar bergin. Ixloslariga, taqvolariga barakotlar bergin. Ibodatlariga Allohim o'zing barakotlar bergin. Ushbu ulug' Ramazon oyida fazilatli, barakotli kechalarda duo qilib so'raymiz. Allohim bu Ramazonni fazilatidan, barakotidan mahrum qilib qo'ymagin. Allohim Ramazonni fazlini, Ramazonni savoblarini bizlarga nasib etgin. Allohim Ramazon oyida gunohlar kechiriladi. Allohim bizlarni gunohi kechirilgan insonlardan qilgin. Allohim bizlarni onadan tug'ilgan chaqaloqdek pok insonlardan qilgin. Ota-onamizni, yaqinlarimizni ham ushbu Ramazon oyida gunohlardan kechirgin. Allohim Ramazon oyida kuniga do'zaxdan odamlar ozod bo'ladi. Allohim a'tiq riqobana va riqoba abaina va ummahatina minan nar. Allohim bizlarni ham, ota-onamizni ham, ushbu jamoatimizni ham, hatmi Qur'on o'qib bergan qorakalarni ham, hatmi Qur'on eshitgan bu jamoatimizni ham, eshitolmaganlarni ham, uylarda ibodat qilayotgan ahli ayollarimizni ham, qiz kelinlarimizni ham a'tiq riqobana. Allohim do'zax azobidan bizlarni ozod qilgin ya Robbal alamin. Ushbu Ramazon oyida bizlarni kechirgin Allohim. 11 oy dangasalik qildik, zaiflik qildik, ibodatlarga dangasalik qildik. Gohida qazo qildik, o'qimay qo'ydik, gohida kechga surdik, qoldirib qo'ydik. Allohim rahmatingdan umidvormiz. Allohim bizlarni ushbu ulug' fazilatli kechalarda shu kungacha, shu tungacha qilgan gunohlarimizni Allohim kechirgin ya Robbal alamin. Ya arhamar rohimin, kechirgin ya Robbal alamin. Allohim bizlarga ilm bergin. Allohim bizlar o'zingni zikr qiladigan til bergin.
Allohim ertaga kech o'zingni zikr qiladigan zokirlardan qilgin. Allohim bizlarga ham farzand zurriyotlarimizga ham ilm bergin. Ushbu jamoatimizga ham, ushbu qishloqqa ham Allohim ahli ilm, ahli barakalar bergin. Qur'on yodlagan, ilm o'qib kelgan, dinga xizmat qiladigan Allohim fazilatli bir yaxshi olim qorilar nasib aylagin. Allohim bir-birlarimizga muhabbatli qilgin. Ota-onani hurmat qiladigan, ota-onasini duosini oladigan, ota-onasini qo'lidan o'pib, oyog'idan bosib, boshiga toj kiygizadigan solih farzandlardan qilgin. Ota-onani yig'latadigan, ota-onaga vala taqullahuma uf deydigan farzand qilib qo'ymagin ya Rabbal alamin. Ota-onaning gapini teskari qiladigan, ota-onaga gap qaytaradigan, ota-onaga zarda qiladigan, bundoqcha qilib aytganda oq padar farzand qilib qo'ymagin Allohim. Ota-onaga oq bo'lib qolishdan, ularni huzurida gunohkor bo'lib qolishdan Allohim o'zing saqlagin ya Rabbal alamin. Allohim ota-onalarimizni xizmatini qilib, seni roziligingni topishni barchamizga nasib aylagin. Seni roziliging ota-onani roziligidan. Allohim bizlarga shunday ilm, shunday taqvo, shunday iymon, shunday ixlos berginki, seni ibodatingdan keyin ota-onamizni xizmatiga mustahkam bo'lishligimizni nasib aylagin ya Rabbal alamin. Aka-ukaning o'rtasida silay rahim bergin. Er bilan ayolning o'rtasida mehr-oqibat bergin. Buni qo'shnilar o'rtasida Allohim mehr-oqibat bergin. Kattalarni hurmat qiladigan, kichiklarni izzat qiladigan insonlardan qilgin. Allohim adovatdan, dushmanchilikdan, bir-birimizni ko'ra olmaslikdan, hasad qilishlikdan, kibr qilishlikdan, Allohim bir-birimizga yomon gumon qilishlikdan, barcha illat kasalliklardan, qalb kasalliklaridan Allohim o'zing saqlagin. O'rtamizga mehr-oqibat, do'stlik ato qilgin ya Rabbal alamin. Amallarimizga ixlos ber. Ko'p amal qilgan bo'lsak ham, ozgina bir zarradek bir ibodat qilsak ham, tog'dek bir tilloni ihson qilsak ham, bir qumdek bir bug'doni ihson qilsak ham, Allohim barcha yaxshi amallarimizni ixlos bilan qabul aylagin ya Rabbal alamin. Har bir ibodatimizda, mana shu xatm Qur'on o'qib eshitganimizda ham, shu duo qilayotganimizda ham, amin deganimizda ham, qo'llarimizni ko'tarib senga iltijo qilayotganda ham niyatlarimizni to'g'ri qilgin. İxloslarimizni kuchli qilgin ya Rabbal alamin. Allohim o'zingni diningga, Qur'oningga, masjid madrasalaringga, seni ibodatingga, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislariga, sunnatlariga xizmat qilishni barchamizga nasib aylagin. Allohim dinni xodimi qilgin, Qur'on xodimi qilgin, Rasulullohni xodimi qilgin ya Rabbal alamin. Allohim barchalarimizni din xizmatiga qabul aylagin ya Rabbal alamin. Ushbu jamoatimizni ham xolisona lillah Allohim seni roziligi uchun qilgan ibodatlarni qabul aylagin ya Rabbal alamin. Umid bilan, xatolar bilan qildik. Allohim o'zing qabul etgin ya Rabbal. Allohim o'zing qabul. Umidimiz shu Allohim. Nima uchun shu ichib turdik? Nima uchun soatlab seni baytingda turdik? Allohim seni bir rahmatingga sazovor bo'lib qolarmikinmiz? Mag'firatingga sazovor bo'lib qolarmikinmiz? Gunohlarimiz kechirilarmikin? Shu savob bo'lsa, shu ajr bo'lsa, do'zaxdan saqlanib qolsak, Qur'onni bir muhabbat qilib qolsak, Allohim Qur'on shafoatiga erishib qolsak, bir umid bilan turdik. Allohim noumid qaytarmagin ya Rabbal alamin. Ibodatlarimizni qabul qilgin ya Rabbal alamin. Allohim ushbu jamoatimizdan duo talablar bor, hojatlar borlar bor, farzand talablar bor, shifo talablar bor. Allohim ushbu duo qilib turganlar nima talablari bo'lsa, sendan so'raydigan narsalar bo'lsa, Allohim barchasini ato qilgin ya Rabbal alamin. Allohim Ramazondan keyin bir ibodat bilan yaxshi yashashligimizni nasib aylagin. Ramazondan ibodat tashab qo'ymaylik, namoz tashab qo'ymaylik, masjid tashab qo'ymaylik, mehr-oqibat tashab qo'ymaylik. Allohim bu bir oy 11 oyga tayyorgarlik. Allohim 11 oy mana shunday go'zal bir ibodat bilan Alloh hayot kechirishligimizni nasib aylagin ya Rabbal alamin. Allohim barchalarimizga mukammal iymon bergin. Allohim bizlar ketar vaqtda la ilaha illalloh deb ketishni nasib aylagin. Qabr azobidan o'zing saqlagin. Qabrni dahshatidan, qabrdagi yolg'izlikdan, qabrdagi zulumotlardan, qurt-qumursqalardan, tuyani bo'ynidan keladigan katta ilonlarni chaqishligidan, do'zaxdan bir chuqur bo'lib qolishligidan Allohim bizlarni saqlagin. Qabr azobidan, qabr fitnasidan saqlagin ya Rabbal alamin. Allohim bizga qabrni rohatini bergin, qabrni nurini bergin, qabrlarimizni keng qilgin, qabrlarimizni yorug' qilgin. Qabrlarimizni jannat bog'laridan bir bog'cha qilgin ya Rabbal alamin. Qayta tiriladigan qiyomat kunida Allohim bizlarni o'z bandalaring qatorida, solih zotlar qatorida, payg'ambar, siddiq, shahid, solihlar qatorida tirilishligimizni nasib aylagin ya Rabbal alamin. Payg'ambarimiz ummatlari qatorida, Qur'oni Karimni o'qigan, eshitganlar qatorida tirilishligimizni nasib aylagin.
qiyomatdagi hisobotlardan, qiyomatdagi Allohim oxir kunlardan, qiyomatni oxirgi zamonning fitnalaridan, azoblardan bizlarni saqlagin. Jannatni so'raymiz. Allohim jannatul firdavsdan joy bergin. Jannatul firdavsdan joy bergin Allohim. Jannatni barcha eshiklardan kiradigan solih bandalardan qilgin ya Robbil alamin. Do'zaxdan panoh so'raymiz. Allohim do'zaxdan panoh bergin. Do'zax amallaridan, do'zax so'zlaridan, do'zax ishlaridan panoh bergin ya Robbil alamin. Allohim barchalarimizni avvali oxir gunohlarimizni kechirgin. Bu Ramazon oylarini bizlarga muborak qilgin ya Robbil alamin. Allohim bu jamoatimizga nima niyatlari bo'lsa, maqsadlari bo'lsa, sendan so'raydigan narsalari bo'lsa, Allohim ushbu majlisda barchasini ato qilgin. Ato qilgin. O'zing bergin Alloh. Rahmatingdan umidvormiz. Qur'oni Karim fazli bilan, bu Ramazonning ulug'ligi bilan Allohim barcha hojat mushkullarimizni bizlarga Allohim o'zing ato qilgin. Duolarimizni ijobat qilgin, gunohlarimizni kechirgin ya Robbil alamin. Allohim qabr azobidan, do'zax azobidan, dajjal fitnasidan saqlagin. Allohim butun olamni tinchligin, olamda bo'layotgan notinchliklar, har xil fitnalar barchasini bartaraf qilgin. Antassalam va minkassalam. Allohim barchasi sendan Allohim. O'zing assalom zotsan. Tinchlikni sen berasan Allohim. Allohim barcha musulmon olamiga, musulmon yurtlariga, musulmon xonadonlariga tinchlik bergin. Qancha musulmon yurtlarda qiyinchilik, qancha musulmonlar xonadonida qiyinchilik, kimdir otasidan, kimdir bolasidan, kimdir Allohim uyidan, kimdir vatanidan, kimdir qo'lidan, kimdir oyog'idan ajralib Allohim bir zulmlar ostida musulmonlar yashayapti. Allohim barcha dunyodagi musulmonlarga o'zing Allohim o'zing yordam bergin ya Robbil alamin. O'zing nusrat bergin, kofirlarga zillat, xorlik bergin. Taqdirda hidoyat bo'lsa Alloh hidoyat tezlatib bergin. Agar taqdirda hidoyat yo'q bo'lsa o'zing kifoya qilgin ya Robbil alamin. Allohim olamni tinch qilgin, xosatan Qirg'izistonimizni, xosatan qishlog'imiz, ushbu mahallalar tinchligini ya Robbil alamin. Osmondan yerdan bo'ladigan balo qazo ofatlardan o'zing saqlagin. Allohim bahor faslidagi har xil og'ir ishlardan, og'ir kunlardan, daraxtlarimizni, bog'larimizni, hayvonlarimizni, chorvalarimizni, dehqonchilik ziroatlarimizni barchasini Allohim o'zing saqlagin ya Robbil alamin. Sovuq urib ketishligidan, qorni urib ketishligidan, do'l yog'ishligidan, boshqa bir illatlardan Allohim molimizni ham, jonimizni ham saqlagin ya Robbil alamin. Rizqimizni keng, barakotli qilgin. Topayotganlarimizni halol qilgin, haromdan saqlagin ya Robbil alamin. Haromdan saqlagin ya Robbil alamin. Allohim barcha xonadonga, ushbu qishloqdagi ushbu jamoatimizga, xonadonlarga tinchlik, xotirjamlik bergin. Urushganlar bo'lmasin, arazlashganlar yarashsin, qiynalganlar osonlikda bo'lsin, og'riganlar shifo topsin Allohim. Xonadonlarga xursandchilik, qalblariga ham xursandchilik bergin ya Robbil alamin. Allohim Ramazonning qolgan kunlarini ham, tunlarini ham ibodat qilib o'tkazishlikka nasib aylagin. Qadr kechasini topishlikni barchamizga nasib et. Allohim qadr kechasida ibodat qilishlikni, tavba qilishlikni, duo qilishni, namoz o'qish, Qur'on o'qish, yig'lashlik, kechirim so'rashlik, ota-onamizga duo qilish, yaxshi amallar qilishni Allohim nasib etgin ya Robbil alamin. Allohim bu jamoatimizga nimaki niyatlari bo'lsa, sendan so'raydigan narsalari bo'lsa Allohim o'zing ato qilgin. Ushbu qorakalarni ham ilmini ziyoda qilgin, Qur'oniga amal qiladigan, Qur'onni to'liq yodlaydigan, Qur'onni qalbiga jo qiladigan, Qur'onni seni huzuringga olib boradigan, Qur'onni haqiqiy mohiri, Qur'onni haqiqiy homili, Qur'onni haqiqiy qorisi bo'lishlarini Allohim o'zing nasib aylagin. Ilmlarni ziyoda qilgin, bundan-da Allohim chiroyli qilgin. Zihrlarni ochgin, xotirlarni kuchli qilgin. Allohim savutlarini, ovozlarini shirali qilgin ya Robbil alamin. Qur'onga xizmat qilishlar nasib aylagin. Bu qorilar ota-onasini ham Alloh umriga, rizqiga baraka bergin. Farzand qori qilishlik oson emas. Qancha qiyinchilik, sabr, og'ir kunlar, qiyin kunlar, sog'ingan kunlar barchasiga chidab turib, farzand ham ota-ona ham bir kurashib qori bo'ladi. Allohim ularga haqiqiy qorilik darajasini bergin ya Robbil alamin. Bizlarning farzand zurriyotlarimizdan, sizlarning farzand zurriyotlaringlardan ham Allohim kelajakda qori qurro, olim zabardastlar chiqsin. Bu qorilar xizmat qilganlar bor. Ramazonda bu masjidga xizmat qilganlar bor. Barcha qilayotgan xizmatlarimizni Allohim o'zing qabul aylagin ya Robbil alamin. يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك عليه برحمتك يا الله.
rahmat alaylarga. Amin. Mana shu tabiiy ko'chalar mana chiroyli duolar duolarni ijobatiga bo'lgan. Mana shu qor ukamiz Ismoiljon ham Alloh umrlarini uzoq rizqlarini baland ne'matlarini bizdan ham ilmlarini ziyoda qilgan. Mana shundoq qor yigitlari orqalarida yetishib qorlarni ko'paytirishni nasib qilgan. Bizlarni Allohim duo qiluvchilar mana orqamizda qolib duo qilib yuruvchilardan bo'lsin. Mana shu masjidlarda chiroyli ma'ruzalarni olib borib, chiroyli ish usullarni eshittirib, ahli islom mo'minlarga qo'shadigan yigitlardan bo'lsin. Rabbana atina fid dunya hasanatan hasanatan va qina azoban nar. Rahmat. Alloh razı olsun. Bola-chaqalarga bosh qiyin, qo'shganlar bilan qo'sha qilgan. Ilmlarni bundan ham ziyoda qilsin. Mana shu Ismoiljon qori ukamiz ham ilmlarni uzoq, rizqlarini baland, martabalarini ulug'. Bundan ham chiroyli ma'ruzalar aytib, bizlarni shu ma'ruzalar eshitib, orqalaridan eshidigan qilgan. Rahmat. Hammamizga rahmat. Turib berdik. Tashakkur. Yaşar şoför. Şoförge alohida. Mesela sayı da aşamadı. Hadi gideceğiz koşar gittiniz. Toplamayız. Gel. Allah kabul etsin. Ziyoda etsin. Rahmat. Hammalarga rahmat. Rahmat oğlum. Bizler ham nevaralarimiz shuna qor yigitlar bo'lsin. Omon eson, sog' salomat yashang. Rahmat oğlum. Endi qorakalar tashigan shopirga ham bir duo qilaylik. Vaqtida borib olib kelib. Amin. Mana shu dinimizga xizmat qilib, elimizga xizmat qilgan yigitlarni hammalarini mana shu yerda suv toshib, choy berib xizmat qilganlar bor. Hammalarini Alloh umriga umr, rizqiga baxtiga baxt bersin. Hech qachon yomonlik ko'rmasin, yaxshilik kunlarni ko'rib. Mana shunaqa masjidlarni to'ldirib namoz o'qib, hech qachon tark qilmasin. Ota-onasiga ham Allohim mana shu o'qitgan bolalarni hammasini Allohim ota-onasiga rahmat. Shunchalik vaqt topib, shunchalik kiydirib, ichirib shu bolalarni o'qitib, yomon ko'rib o'qitgan shularni ham Allohim hammalarini tanjoqlarida Yaşa. rahmat. Rahmat. Ko'pchilik ekansizlar a? Hali yana bu. Doğru mu? Yani. Mana sizdan keyin zurriyotlar hammasi qori. Xudo xolasa. Qori bo'lishadi. Maşallah.